Kech ham tushib qopti-ku. Qayerdaman? Bekatda edim aytganda. Uy topishim kerak. Umuman pulim ham yo'q, bor yo'q 4 ta olmam. Kim kelayotgan ko'rgan. Kiyimlarni yirtib ketibdi-ku. Pul kerak deb otdingmi? Yur, menikida ish bor. To'xtanglar, bu Chankobozga o'xshayapti-ku. Dunyodagi eng boy millionerlardan biri-ku. Albatta sir. Yur ketdik, men Albatta tualetimni sir. tozalaysan. Ketdik ko'r. Mayli, nima desangiz ham bo'ldi. Menga pul bersangiz bo'ldi. Men otda yurib charchab ketdim. Zo'r saksatarkan. Meni otimga yem berasan endi. Anetda urib kel bug'doy. Otimga yem ber. Tushundingmi? Uyingizni qayerdaligini aytib qo'ysangiz bo'ldi. Boravering uyingizga. Uyingiz qaysi ko'chada? Uyimmi? Mana oyna narsani ko'ryapsanmi? Tepa bino g'ishti bilan qurilgan. O'shaning nariyog'ida. Tushundingmi? Bo'ldi. Xo'p, bo's. Hozir otingizga mana bu bug'doylardan o'rib olib boraman. Bolalarni uyga borasan bo'lmasam, o'zing. Ana arqonni tashlab keting, qochib ketadi bo'lmasa. Arqonni bering. Rahmat. Bo'ldi, o'zim qarayman. Bo'ldi, uyimga o'tasan bo'lmasam. Do'stlar, obunachilar, endi biz boyib ketamiz, chunki u eng boylardan biri. Bo'ldi bu. Sizlar kimnikiligini bilmayman, lekin qayta ekib qo'yaman. Bunga javob beraman. Yaramasot. Qorning to'ymaydi-ku bularga. Shunday emasmi? Jim tursang-chi, qimirlaverma. Hattoki uroq ham bermadi. Xasis boy. Mayli. O'zimning biznesimni ochgunimcha shularning vazifasini bajarib tursam bas, yetadi. Xo'p, qani Otvoy, ketdi. Ana bu uyning orqasida deganmidi? Temir yo'li ham bor ekan. Men bu shaharga kelishim birinchi marta kelyapman bu shaharga. Bu yerlarda yaxshi bilmayman. Bu g'ishli uy, shunday emasmi? Shuning orqasida uning uyi bor edi. Xo'p. Uning uyi qayerda bo'lishi mumkin? Ana obunachilar o'zi ham turibdi. Tez kel. Mana boryapman, bo's, bo'ldi. 20 ta bug'doy chopib keldim. O'rib keldim. Yaxshi, uni menga ber bo'lmasa. Otingizni qayerga qo'y? Otni garajga qo'y. Mashinangiz ham bor ekanmi? Mashinam ham bor. Hozir xo'jayin. Bo'ldi, mana arqoningiz. Arqonni o'zingga qoldir. O'zimga qoldiraver. Nima deding? Kiyimlarim ham sasib ketibdi deyman, yirtilib ketdi. Terlab ketdim. Yaxshi. Yana ish bormi? Men senga aytdim-ku. Uyimni tozalab chiq deb. Hozir. Endi bugun uyimni tozalaysan sen. Mana bo'z keyin otingiz hozir to'q ekan, mana bug'doyni berib qo'yasiz. Yaxshi. Mana qo'ydim mana garajga. Qani qaysi uy? Mana shu uyimni tozalaysan. Uyingiz o'zi toza ekanmi? Xo'p. Men bungacha ish qilib turaman. Voy, changib ketdi-ku. Bularni olib chiqishim kerak shekilli. Kitob o'qiyapsizmi, xo'jayin? Men nima ish qilishimni bilasanmi o'zi? Yo'q. Men yozuvchiman. Bekorga siz boy emassiz. Yozuvchilar yaxshi pul topadi. Mana bundan oson bo'ladi shekilli. Nimani sindirding? Men otingizni qo'y joyiga. To'xtang, xo'jayin, men otingizni bog'lab qo'ymoqchi edim bunga. Otingiz qochib ketmoqchi. Senga qara. Bo'ldi, ana otingiz qochib ketmaydi, mana shu yerda turadi endi. Xo'p. Menimcha tugat. Tozalash ishlari ozgincha qoldi. O'zini avtobusi ham bor ekan. Ichini tekshiraylik-chi. Hozir men bitta uchrashuvga borib kelishim kerak.
Ha, Sen bemalol. men kelgunimcha hamma top toza qilib qo'yib bo'ptimi? Aha, bo'ldi xo'jayin. Hozir hamma yer top-toza qilib qo'ydim. Qochib ketsang qara. Yo'q, qochmayman, pul kerak o'zimga. Ikkinchi etajni ham tozala, tushundingmi? Ha, bo'ldi, ketavering Men o'zim. ketdim. Aha. Xo'sh, nima o'qiyapti ekan? Hech xayol. Hech narsaga tushunmadim. O'qishni ham bilmayman. Balki shuning uchunmi shunaqa bo'mish bo'lib yurgandirman. Oho, betlar ham. Menga ham kerak emas. Xo'p, uyni tintiklab chiqaylik-chi. Hurmat, eshiklar ko'p ekan. Ha, bu shkafga o'xshayapti. Hech balo yo'q. U boyliklarni qayta saqlarman. Lekin hozir o'g'irlik qilish menga mos emas shekilli. Bu yerda pechka, bu oshxonaga o'xshayapti. Ha, bu yer oshxona. Холодильник. Bu yerda televizor. Eng oxirgi rusumlardan birimi? Qani bir tekshiraylik-chi. Bu yer oddiy o'tirish uchun xona, bu yo'lagi. Xona, men garajga tushib avtobusni tekshirmoqchi edim. Qamer toza shekilli, to'g'rimi? Men aytdimmi? Ha, bu xashaklar. Ana mashinasida nima bor ekan? Sakra. Hech nima yo'q. Mashinasida. Menimcha. Bu mashinasida-chi. Bir xil. Bu yerda ham hech nima yo'q. Xo'p, hovlisida Xamir kitobxonami? Xamir kitob tiqilib yotibdi. Bu yerda mashina remont qilar ekan. Boshliq kerak shekilli. Ey, qansan? Menimcha ketib qoldi. Yo'q, boss, men shu yerdaman. Ha, chetdamisan? Ha, tashqarini sinchiklab tekshirib yurdim. Kimdir tekshiryapsan? Kimdir kelgandek bo'ladi. Bu siz ekansiz, bo'ldi. Hozir chiqyapman tepaga. Ikkinchi etajgami? Ha. Bo'lyapman. Xo'sh, boss, endi oylik munosabati bilan gaplashib olsak. Qani to'xta, men tekshiryapman. Xo'sh, kitoblarmi yaxshi? Ha, joy. Projektorlar ketibdi. Xo'sh. Buyutlarim yaxshi. Xo'sh. To'g'ri. Yaxshi tozalabsan. Endi senga pul to'layman. Qilgan ishing uchun. Aha, Ertaga yana kel, ikkinchi kun, bo'ptimi? kelaman. Senga yana ish bor. Mayli. Izumrud bo'lsa yaxshi bo'lardi. Yaxshi. Izumrud bering, chunki u hamma yerda trade qilaman men. Boyib ketaman. Doy. Hozir to'xta, taqsimlayapman men. Sanoqli aqir. Mana o'sha. Nechta? Bittagina izumrud berdi. Mana yana bo'pti. Pichillaganing uchun. Aha. Bunisini qilma bo'lmasa. U boyib ketdim. Bo'ldi, rahmat bo'z. Ertaga. Bugungi ishingga bos. Aha, Menga ertaga. rahmat de. Rahmat. Ertaga ertaroq kelaman. Da. Otingizni olib tursam bo'lmaydimi? Bari mashinangiz ko'p. Nima? Yo'q, bo'ldi. Unuting, bo'ldi, hech nima gapirmadim. Bo'ldi. Xo'p. Endi mayli, uy boyagi bekatga borib uxlayman endi. Ertalab ham bo'pti-yu. Muncha sovuq. Salom, bitta villager, qalaysan? Yaxshimi ishlar? Ha, yaxshi. O'zing qandaysan? Ha, men-ku bo'ladi. Zatto bo'mishlikdan qutuldim. Bor yo'q 4 ta izumrud bo'lsa ham oldim. Ha, anodammi? Chanko boss, shunday emasmi? Ha, o'sha yerdan, aynan o'sha. Eng boylardan biri, to'g'rimi? Ha, to'g'ri. Lekin yana yangi ma'lumotlar ham chiqyapti. Uni uyida ko'pgina villagerlar ko'ringan va yo'qolgan izsiz. Men shundan xavotirdaman. O'zing ehtiyot bo'lgin. Qo'rqma, men villager emasman. Mayli, yaxshi kun. Ertalab ham bo'pti-ku, tezroq borishim kerak ishimga. Mayda temir yo'l. Har doimgidek kechagidek. Toshlar. Qornim ochqab ketdi, yuguraverib.
Bo'ldi, boryapman. Uyi qayerda edi aytgandek, sal esimdan ham chiqib ketganga o'xshaydi. Bo'ldi. Esladim. Qizil uy edi. Mana. Uylarda bu tarafdan o'tsam yaxshiroq bo'ladi. Menimcha. Loy 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 loy. Ne to'g'ri taqlash kerak. Tuk tuk tuk. Kel ishchi. Ha, boss, xayrli tong. Qanaqasan? To'xtang, hozir uyingizga kiryapman. Qanday? Qansan? Mana. Mana bu yerdaman, ikkinchi etajga chiqyapman. Bugun ham ish bormi, boss? Ha, bugun ish bor. To'xta, ikkinchi etajga nimaga chiqib ketasan mendan so'ramay. Ha, o'zim bunaqa so'ray. Anjaqa kecha Hozir oldimga boryapman. so'rashganing ham yo'q men bilan. Topolmadim, uy juda ham katta ekan. Qandaysan? Yaxshi. Nima edi? Uzr. Qo'lim tegib ketdi, bo'ldi. Aybdorman, bir qoshiq qonimdan keching, boss. Ha, kecha zo'r ishlayapsan. Ha, Isming nima? mening ismim bilmayman ismimni. Va sen men ustimdan kulyapsan. Yo'q, mayli, MGC deb chaqirsangiz bo'ladi, boss. Yaxshi MJC. Bugun senga nima ish bersam ekan? Ko'proq ish beravering, men ko'proq o'zim ishlamoqchiman bugun. Yaxshi, bugun mashina yuvasam bunday bo'lsa. Qara, avtobuslar ham changib ketibdi. Ha, bo'ldi, avtobuslar. Men yana ishga olib kelaman, bo'ptimi? Aha, xo'p, mayli. Bermalol. Keyin bu yoqqa kel, ey. Na. Boryapman hozir. Qani bu yoqqa kelchi. Qani orqamda yur. Sen bitta joyga olishim kerak. Ishim mayli. Bu yoqqa kel. Kecha senga aytmoqchi bo'lganim, mana bu yerni yig'ishtirmabsan sen. Ha, uzr, buni ko'rmabman. Ha, bugun ham. Ha, kompyuterxona bu, to'g'ri. Ha, kompyuterxona. Bu yerlarni ham yig'ishtir, ikkinchi etaj. Lekin bu yoqqa kel. Bu yoqqa kel. Chiqdim. Lekin hech qachon mana xonaga kirma, tushundingmi? To'xtang, boss. Qaysi xonani aytyapsiz? Mana xonaga kirma, tushundingmi? Ha, o'zi kira olmayman bu. Ha, bo'ldi, kiraman. Tushundingmi? Ha, bo'ldi, boss. Kirma umuman. Bo'ldi. Agarda kirsang, Bo'ldi, tushundim, boss, bo'ldi. Ishimni qilaman-da, pulimni topib men ketaman. ketdim bo'lmasam. Aha. Mayli, yaxshi, safar tilayman. Oq yo'l. Men tezda kelaman, kechga yaqin kelaman. Aha, Ketib bo'ldi. qolma. Agar ishing tugatsang, kompyuter o'ynab o'tir. Tushundingmi? Bo'ldi. Men ketdim bo'lmasam. Obunachilar buni ko'rdilaringmi? Ketsin uzoqqa. Bu obunachilar bu bossda bir nima sekret borga o'xshayapti, qaranglar. Ketdi mana u. Ketyapti, bo'ldi, yaxshi. Aytdi villager, qon. Skeletlar. O yo'q, men bu yerda bo'lmasligim. Nima kimdir baqiryaptimi? Men uydan chiqdim menimcha. Ham tezda boraychi. Men avtobuslar tarafga borishim kerak, tezroq. Menimcha ana bo'lmish, begunga kirgan. U qonun safiga qo'shilishni xohlayapti menimcha. Bo'ldi, men avtobuslarni yuvyapman, eshiklarni yuvyapman. Bu avtobusni bo'ldim. Laloy. Ha, boss. Ha, avtobuslar juda ham chang bo'lib ketdi. Negadir u yerdan. Ha? U yerda hozir ovoz eshitdim mening uyimdan. Sen baqirdingmi? Yo'q, villagerlar jinnilik qilayotgan bo'lsa kerak edi. Ularda nima ham kutardingiz, boss? Qarada bola. Agar qarasangdan shubhalana boshladim hozir. O'zida yo'q. O'zidan ham odam qichqiradimi? Yo'q. Qara, baqirma meni uyimda. Tushundingmi? Bo'ldi, xo'p, qo'shiq. Kelaman, qara. Qo'shiq aytayotgandim, bo'ldi, shuning uchun baqirdim, esladim endi. Ishda bo'lsam ham bu yoq qulog'im uyda, tushundingmi? Bo'ldi, tushundim. Bo'ldi. Ishing davom etdi. Xo'p. O'rtoqlar, bugun pul topamiz-da bu eshikni. Bir nima qilib sindiraman men bugun. Aniq qilaman. To'xta, ishchi. Ha. Bu yoqqa kel. Bugun men senga narsa berishim kerak. Qanaqa narsa? Mana uni ol. To'xta, oz beraman. Oz to'xta. Ko'payib ketibdi.
Bu bilan zo'r narsalar yassak bo'ladi. To'xta, bu yoqqa yana narsa beraman. O izumrud berib qo'ying, ya mashinalaringizni tozalab bo'ldim. 5 tasi yetadi. Ha, Diamonds! Diamonds, yes! ishing yaxshi qil. Bo'ldi, boss, rahmat. Akalar Faqat bor. eshikka bora olmasang bo'ldi, undan ham ko'p beraman. Eshikka bora olamasang, tushundingmi? Ya eshikka men ishim yo'q eshigingiz bilan. Umuman u xonaga ham chiqmayman aytsangiz. To'xta, otim bilan ketay men. Mayli, mana otingiz. Ertaga ham kelasenga yana ish bor. Bo'ldi, mana otingizni tayyor qilib qo'ydim. Bunasi bo'ldi, ketasiz. Bo'ldi. Mayli, Ham yaxshi. ketdim. Aha, yaxshi bor keyin. Mayli bo'pti. Qara ishingni qil. Aha, men kompyuterxonaga ham chiqaman unda. Faqat ikkinchisiga emas. Birinchisiga. Xo'p, kompyuterxona qayerda qoldi endi? Bu yerda emas edi kompyuterxona. Uy kattaligidan o'zim ham adashib ketyapman. Qanday adashmaydi bu? Topolmayapman. Ha, mana bo'ldi. Uyning tashqarisidagi uy. Bo'ldi, tushundim. Xo'p, bir pas kompyuterda yo'qaylikchi. O internet yo'q ekan. Nimasi qiziq unda? Internetga to'lamabdi-ya. Lekin tozalab chiqishim kerak edi, mayli. Kompyuterda ekranni tozalab chiqaman. Tozalanyapti. Keyin buni ham bo'ldi. Endi kompyuter o'ynayman. Ura! Va nihoyat chiq. Aytgandek, bo'st kutishim kerak. Shuning uchun men kompyuter o'ynayapman. 5 tagina izumrudimni olaman-da, uyimga suraman keyin. Uyim yo'q-ku. Kirka yasagan. Oy, kechasi bo'lib ketdi. Qachon kelasiz? Men keldim. Boss. Isming? MGC deb chaqiravering. Ko'zlarim. Ko'zing og'riyaptimi? Ko'p kompyuter o'ynayapman. Qarang, kech bo'lib ketdi. Otim baylab qo'y. Aha, hozir boryapman. Yangi narsa olib keldim sening uchun. Sovg'a. Ey, mana ovoz chiqibdi. Otingiz nima bo'ldi? Otingiz qorayib ketdimi? Sal qoldi, otingiz o'lardi. Sen uni joniga ozor berding. Yo'q. Devorning ichiga nimadir qilib kirib qoldi o'zidan o'zi. Yaxshi ham o'ldirib qo'ymadim. Yaxshi ham o'ldirib qo'ymadim. O'zim boshim balodan chiqmasdi. Ham bu yoqqa. Boryapman. Qara. Yangi uskunami? Endi sen ish qilayotganda zerikmaysan. Och. Boss. Sizni aldashibdi. Axir bu disk qo'yadigan emas-ku. Nima disk qo'yadigan degan emasmi? Yo'q, sizni aldashibdi. Tezda borib uni qaytadan qiling. Allo. Menga bering-da, men o'zim. Texnikalarni yaxshi menda bilan bo'lmasa o'zing uyingda chalasan. Davay tashlang. Ha. Diskni ham. Endi bugun diskni boshimga uraman. Ma. Boss, ovoldingiz yana bittasini ovoldingiz. Yo'q. Bittasini tashlang qaytarib iltimos. Bittasi o'zingizga tushib ketdi. Ertaga yana kelasa o'shanda beraman. Yo'q. Ertaga sen bilan qishloqlarni ko'rgan bo'lamiz. Aha, bo'ldi, yaxshi. Qishloqlar deyman, ularni aslida shaharliklar. Men uchun ular qishloqlar. Otingizni olib tursam bo'ladimi, boss? Yo'q. Ha, xo'p. Hozir kaltak. Otingiz qorni ochib, to'xtang, boqib olay, olmam bilan. Xalodes. Shuning uchun senga yana pul to'layman, baxti. Bonus. Rahmat, boss, sizdan zo'r yo'q. Rahmat, katta rahmat. Bo'ldi, ketdim uyimga. Bor uyingga, charchama. Bo'pti, xayr. To'xta. Uyingda o'zi uxlashga joy bormi? Yo'q. Meniki tunarsan. Siznikidami? Ha. Ayo, lekin bir ikkita ishim bor-da, bekat bezashim kerak edi. O'zim hamma yerni chaplab keldim. Bora qolay. Xohlasang uxlashga ko'rpacha beraman. Ko'rpacha bersangiz roziman. Ana bu yoqqa kel bo'lmasam. Kel bo'lmasam. Ko'rpacha Uyda mazza qilib uxla. Senga rahim keldi to'g'risi. Mana mayli. Bittasini qoch. Ol. Bo'ldi, oldim. Yoqqa. Olmabman. To'xtang. Buzib olay, boss. Ha, ana olishim kerak edi. Bo'ldi. Bo'ldi, tashlang. Nimani oldi?
Ey man. U ahamiyat berma kechqurun. Bora qol endi uyingga. Ha, bo'ldi, ketyapman. Endi kecha bo'lib qoldi. Bu shu qog'oz. Bora qol uyingga. Surdim. Bor degandan keyin bor. Surdim, boz. U kimga gapirayotgandi? Kimni qiynamoqchi edi? Tushunmadim. Bo'ldi, men boraman, hozirroq men kirka yasayman, men hech nima bilmayman. Daraxt topishim kerak. Hozir. Unda to'xta. Birinchi bo'laman. Bo'ldi, yaxshi. Axir men ultimate quruvchiman-ku. O, diamond. Hozir men buni yo'qligiga bor. Yo'q, bo'lmas. Menga o'zim bilaman. Baqolaman. Let's go diamond. To'xta. Bu nimasi yana? Qurish esimdan chiqib ketibdi, obunachilar. Bo'ldi. Hoppa. Endi buni bunday qo'yaman, buni qo'yaman. Endi kirka yasayman. Kirka voy. Va mening qilichvoyim. Ha, qilichim bor endi. Endi bo'st himoyalayman. Shunday emasmi? Bo'ldi. Endi bekatimga borib o'tiribman. Bekatim kerak emas. Chunki kimga kerak unaqa sovuq joy? Mayli boraveraychi. O'zi yonimdagi. Qo'rqinchli-a? Berlar qo'rqinchli. Tezroq ketib olishim kerak. Villager. Kalbosh, hali ham ishlayapsanmi? Men tinimsiz ishlayman. Kam pul topsam ham senga o'xshab bekorchi emasman. Boyning uyida shunchaki unga paxta qo'yib yuradigan. Ey, men haqimda unaqa gapirma. Ko'rmayapsanmi nima meni? Qilichimni. Bir uraman-u joningni sug'urib olaman. Bo'ldi, gapirma menga. Men kuchaydim, uju boyman men. Mana uni ko'ryapsanmi? Mana uni ko'ryapsanmi? Men emeraldim. Mening darrov turib o'tib oldingmi, qani? Nimalaring bor ekan? Triya qalay. Musor narsalaringni o'zingga buyursin, men boshqa narsalar yashayman. Uxlaymiz. Darrov erta bo'ldim. Ey. Yumshoqqina uxlaganimni ham sezmadim. Bu manzarani. Qaniydi shuni. Kuni bo'yi tomosha qilib o'tirganimda, ammo ilojim yo'q. Mayli. Qani? G'irt musurka ekan, kerak ishlarda. Men ketdim, tezroq ishlashim kerak men. Bugun villagerlar bilan. Yaramas. Qayerga ketyapsan? Ey, salom. Qandaysan? Yana senmi? Sen ham eshitdingmi keyin? Ertalabga yaqin, yo'q, kechqurunga yaqin qo'rqinchli ovozlar eshitildi ana shu boyning uyidan. Chillagan baqiriqlar eshitildi. Yo'q, bosslar. Bossim unaqa ishga aralashmaydi. Bor, o'zing anaqa qilur. Yo'q, men tekshirmoqchi bo'lib ketyaptim. Ey, qilichimni ko'ryapsanmi? Tur yo'qol. Ket bu yerdan. Ket. Bossimga yaqinlashma. Mayli, o'zing bilasan. Bolakay deb chaqirish bas qil. To'g'ri, men ham eshitdim uni. U to'g'ri gapirayotgan bo'lishi mumkin. Lekin buni hammaga tarqata olmayman. Bo'sim meni ayblashi mumkin, chunki uyda ishlaydigan odam faqat menman. Buni ko'rsatmasligim kerak. Sekin boraman. Uyini taqillataman. Menimcha ichishi kech qoldi bugun. Xo'jayin. Keldingmi? Seni kutib televizor ko'rib o'tirgandim. Uzr, kech keldim. Uzr. Eshik tagida turma shuning uchun. Ketdik. Bugun villagerlar bilan uchrashuvingiz bor, shundaymi? Ha, shunday. Nima aytmoqchimanki, qishloqlar bilan. Bo'l, o'tiring, o'zim bilan qishloqi deyman. Bo'pti. Unda shaharlik. Men otda ketaman.
Sakatda ketasan bo'lmasam. Men otingizni yetaklab ketaman. Ketdik. Qani bo'lmasam ketdik. Qayerga borishimiz kerak o'zi? Yer. Men orqamda yurasan. Oy, arqonda sudralib ketyapman. Mayli, hech qisi yo'q, yuguraman unda. Bo'z ovqati yo'qmi? Qornim ochadi. Ozgincha sabr qil o'sha yerda. O'tiramiz. Hammamiz. Voy, qolib ketyapman. O, ana uy shekilli. Yo'q, bo'lmaz. Ketdik bu yoqqa. O, qalancha bormi? Zavodlar. Ana ko'ryapsan qishloqlarni meni qanday kutib olishyapti. Yashil uy. Ha, bo'ldi, tushundim. O, hammasi sizlarga qarayapti. Ko'rdingmi? Hammasi menga qarayapti. Voy, bu Men domlar. bu yerda villagerlar bilan ish qilaman. Sen Wow. bitta otimga qarab tur, hech kim o'g'irlab ketmasin. Tushundingmi? Bo'ldi. İyi. Xo'jayin bu g'alati tuyulayotgan bo'lsa ham mayli. Qo'rqib turaman. Yo'qollaring, qishloqlar, yaqinlashma otga. Qaysi biring yaqinlashsang, so'yib tashlayman. Tushundilaringmi? To'g'rimi otvoy? Bo'ldi. Xo'jayinni kutamiz shekilli halancha. Endi mana buni sekingina yo'q qilamiz. Xo'jayin gapiradi. Qotillik. Yaxshi buni hech kim ko'rmas. Endi tezroq bu yerdan ketamiz, tushundingmi? Ha, ket. Yugurdik. Otingizni urdingiz, ha, bo'ldi. Ot nimaga haydaysan? Ketdik. Tezroq yur bu yerdan endi. Menimcha politsiyalardan qo'rqib ketgan bo'lsa kerak. Tezroq yur kelyapsanmi? Ha, kelyapman. Tezroq kel. O'zim ketaveraman trotuardan. Tez yugurarkan, bo'z. Ha. Shuning uchun qamoq bo'lmash kerak. Oshib ketdim. Yo'q, oshib emas. Sen mendan birinchi ketmaysan. Ha, bo'ldi, tushundim. Menga bo'lgan hurmatsizlik bo'ladi. Bo'ldi, tushundim. Qani kel bu yoqqa. Ana xona ko'ryapti tashqaridan oydagi bilan. Bo'ldi, boryapman. Kel. Bugun yana ish bormi? Ha, bugun yana ish bor. Bo'ldi, yaxshi. Bo'ldi. Bugun sen nima qilasan aytaymi? Ayting, bo'z. Bugun uyimda emas ish. Ha? Qayerda ish qilaman? Ketib ko'r. Kel bu yoqqa. Boryapman. Kelyapsanmi? Ha. Orqangizdan boryapman. Mana bu daraxt meniki. Sen mana shuni nima qilib bo'lsa ham bugun chopib tashlaysan bu yerdan. Mana bu Qaysi? sandiqni ichine ko'r. Sandiq. Hech narsa yo'q. Hech narsa yo'q ekan. Bo'ldi, bolta. Men hozir uyimga borib boltamni olib kelib olay, bitta priyatelim bor. Kel. Tezroq borib olib kelaman. Obunachilar bu boyagi katta burun bor-ku. Ana yoqda yurgan, poylab yuribdi hali ham bo'sdi. O'sha yerga borib, o'shandan borib trade qilib olaman hozir. Oy, meni boltam bor deganmiding? Ha, bor, faqat izumrud tekinga emas. Bo'ldi, izimurt bor. Mana, beraman. Izumrudni bersang. Bo'ldi, trade qilamiz. Rahmat do'stginam. Bo'ldi, senga rahmat. Endi bo'sni orqasidan poylashni bas qil, jahlim chiqaryapsan. Ishingni qil, bo'ldi, men bilan ishing bo'lmadi. Ishim bo'lmasin demiş. Xo'p, boltamni oldim, endi tezda chopib tashlash kerak. Tezda chopaman. Boltasi kuchli ekan. Bo'ldi. Barglarni olishim shart emasdir. Ey, bo'z, barglarni ham olaymi yo shunchaki taxtalarni? Barglarni ham yo'q qil. Ha, bo'ldi. Umuman yo'q qilib tashlayapti. Bu yerda turmasin. Bu nima tushmayapti? Taxtam tushmayapti, yo'q. Endi tushdi.
Oho, bu ko'pgina ish bo'ladi. Chog'. Voy, barglar ham kattagina daraxt ekanda. Menga qarab, shoxi yana bir marta. Sening baqirgan deysan, bu asvona sofimga g'oyib qilaman, tushundingmi? Ismini ko'ryapsan. Mana bu kallalarni bekorga sening yoningda qo'yganim yo'q. Bu senga saboq bo'lsin, tushundingmi? Qani eshitdik yoni. Tushundingmi? Hech kimdan yordam so'rama, hattoki ishchidan ham. Nima sen o'ylayapsan, ishchiga kuchim yetmaydi deb o'ylayapsanmi? U bir ko'chadagi bo'lmish. Men uni ham, seni ham yo'q qilaman kerak bo'lsa. Tushundingmi? Yo'q qiladi agar unga yordam bersam bo'ldi shuni. Tezroq daraxtga borishim kerak. Seni go'shtingni ham yeyman. Hattoki seni yoningda ham mana go'sht yeyman. Bu senga o'xshagan burni uzun, sassiq shoxlarning go'shti. Tushundingmi? Bu senga saboq bo'lsin. Agar yordam so'raging kelsa, sening go'shting ham mening og'zimda bo'ladi. Hey, ana bu maqolayapti. Kim chalyapti buni? O'zi oldi. Yaxshi u ishni. Hey, Ha, boss. nima qilyapsan? Daraxt chopyapman va qo'shiq chalib. Obbo, senga qayerdan ham berdim bu narsani? Ya bo'ldi, qilmam boshqa. Qo'rqdim, boss, qo'rqdim. Men daraxtni olsam bo'ldi, o'zi to'kilib tushyapti daraxtingiz. Mana bu qodasini olsam bo'ldi ekan. O, yaxshi. Bo'ldi, daraxtdan qutuldik. Yaxshi. Endi mana gul tuvaklarni sindirdi, meni uyimga bezatib chiq. Qani, qaysi gul Mana to'y? gul tuvaklar turibdi-ku, ko'rmayapsanmi? Qayerdasiz, boss? Ha, bo'ldi, tushundim. Mana gul tuvaklarni oldi, bu shu uyimga sug'orib chiq. Bo'ldi, xo'p. Qo'yda keyin suv quyib chiq ularga. Aha. Ha, aytgancha keyin eshikka umuman yaqinlashma. Yana qishloqlar meni chaqirishyapti, telefon chaqirishdi. Aha. Ham borib kelaychi, nima gap ekan? Bo'ldi. Bo'ldi, hammasini o'zim qilaman. Bo'ldi, bolalar, endi biz tezda ketyaptimi? Ketyapti endi biz. Tezroq ana shu eshikni buzib kirib nima bo'layotganini bilishimiz kerak. Bo'lma, gullar farqi yo'q menga, gullar qiziq emas. Ketdimi o'zi uzoqroqqa? Ha, ketyapti, yaxshi. Bu eshikni buzishimga yetarli vaqt bor. Tezroq kirgan olamizda buzib tashlaymiz. Kompyuter xonamish. Arzonga kompyuterlar. Internetsiz. Qani, buzish qiyinroq bo'lyapti sal. Davay buz tezroq. Buzilmayapti, kelyaptimi hech kim? Charchab qoldim. Mana buzyapman, yaxshi buzdim. Villager. Qon, odam kallalari, vahshiylik. Qo'rqib ketdim. To'xta. Sen bu yerda bo'lmasing kerak. Nima bo'ldi menga? Ochdan aqlim bo'ladi. Nima qarab tursan, anqayib, uzun burun. Salom. Voy, Meni og'zimga tushadi ekan. Qo'zichoqlar. Yo'q. Zerikmayapsizlarmi bu yerda? Yo'q, qo'rqyapman, bo'z, meni qo'yib yuboring, iltimos, chiqolmayman men. Ha, 3 kunda qiynalasan-da, oshnaqor. Men senga aytgandim. Endi sen bu yerda yashaysan. Chunki sen hozir chiqsang, yo politsiyaga aytasan, yoki FBI'ga. Shuning uchun sen bu yerda turasan. Shunda senda ikki qaror bor. Yo o'lish yoki mana shu yerda abadiy chirib ketish. Senga ovqat ham beraman. Bularni tanla. Ikkita yo'lni. Albatta hamma jonzotda yashagisi keladi-da, o'z. Ovqat bering, ovqat. Unday bo'lsa yaxshi, men hozir senga odam go'shtidan ovqat olib kelaman. Yo'q. Iltimos, uni yeyolmayman men, yeyolmayman. Yeyolmasang och qolasan.
Bu sening tanloving. Yoki bu dunyodan shunchaki yo'q bo'lib ket. Baribir hech kimga kerak emassan. Menga hech bo'lmasa loy kerak. Loy. Unda mana shuni chaynab o'tiraman-da. Tfu, sassiq. Hech bo'lmasa jon chidasa bo'ladi. Yana nima bo'ldi? Xo'sh, bu yerda anchadan beri turibmiding? Ha, men bu yerda juda ham ko'p turdim. U menga odam go'shtini yeyishni o'rgatmoqchi, menga ham. Iltimos. Meni qo'yib yuborsin, ayt unga iltimos qo'yib yuborsin. Odam go'shti yedingmi biron marta bo'lsa ham? Ha, albatta, odam go'shti shirin ekan. Sen sassiq. Kuchim ham yo'q urgani uni. Agar seni ham menga tashlasa, seni ham yeb yuboraman. Ey, maxluqot yo'qol bu yerdan. Meni yeyolmaysan, menda chunki cho'pak bor. Ey, cho'pak qachongacha chaynab o'tirasizlar? Mana qutini ochda ye. Turdim Mana bu qutini ol. Buni ichida senga atalgan sovg'a bor. Xohlasang ana bu go'shtni ye. Osib qo'yilgan qara. Oyna tarafda. Oyna tarafda. Yo'q, emas. Bu narigi oyna tarafda. Mana u kalla. Ha. Yo'q, uni yemayman. Mana bu skeletlarni ko'ryapsanmi? Buni hozir yoningda o'tirgan kishi ekan. Maxluq. Sen ham buni yeyishga majbursan. Qachonki sizlar gannibalga aylansalaring, shundagina men sizlarni qo'yib yuboraman. Aqldan ozginlaringcha. Mana buni ol. Va ye. Mana buni ol dedim. Nima bu? Qutichaning ichida narsa bor edi, sen uni olmading. Yaxshi bunday bo'lsa. O'zim chalg'ib jungullar ekib chiqaman hamma yoqqa. To'xta, buni eksam bo'ladimi? Yo'q, eksam bo'lmas ekan, faqat gul. Sen maxluq ekansan. Golemlar ajdodlari va avlodlari bundan xabar topsa nima deydi? Villagerlar nima deydi, ha? O'ylab ko'rdingmi axir? Ha, jon saqlash. Hamma jon saqlashni va yashashni xohlaydi. Shunday emasmi? Agar o'lib ketgan bo'lardim hozir ovqat yemaganimda. Seni golemlar tiriklayin olovga tashlaydi bu yerdan chiqqaningdan keyin. Men ularga hamma bo'lgan ma'lumotni aytaman. Ha, sen odam go'shtisiz turolmaydigan bo'lib qolasan, men kabi. Men yordamga chaqiraman. Yordam! Mana odamxo'r bizni yemoqchi. Yordam beringlar. Odam go'shtiga o'rgatmoqchi. Yordam! O'chir olingizni. Hozir men uni Yordam! kallasini kesib tashlayman. Ey, qaysi biring baqiryapsan? U baqiryapti, villager baqiryapti. Yo'q, men baqirganim yo'q. Sen baqiryapsan, sen. To'xta, qani bu yoqqa kel. Men ikkalang bitta yotoqda uxlaysan. Mana buni o'zingga yasaysan. Tushundingmi? Xayrli tun. Senga bermayman. Qo'zichoqlar. Senga bermayman hech qanday narsani. O'zimda meni kravatim bor. Bir pasda ham nechtadir hafta o'tib ketdimi? Va bu ikkinchi haftaning. Anchadan beri odam o'ldirmadim. Men 9 ta odamning hayotiga nazm solganman. Tezroq kravatga yashir. Endi bugun seni, ertaga seni o'ldiraman. Endi sen shu yo'llarda ko'p baqiryapsan. Ko'rsatib qo'yaman senga. Mani ko'rsatasan. Hech nimang yo'q. Men ham qalbingga kiraychi.
Odamxo'r hujumga. Buzolmayman. Yaxshi, deb bo'lsam gap qo'yamiz. Shunday. Endi bu yerga Yerga tushib qoldi. Yaxshi. Yerkasi tushib qoldi. Yaxshi o'rtoqlar. Uni ketishini kutamiz 9 endi sondan bir kun birmuncha. qoldi umring. Men ishga ketdim. Bir kun qoldi. Bu yaramas kallalarni tozalash kerak bu yerdan. Mayli, bu skeletni olgim kerak. Yo'qol tezroq bu yerdan, yaramas. Endi o'zingdan ko'r, seni o'ldiraman, yaramas. Odam gallasini kiyib oldim. Fu! Nima bu qanday? Fu, sassiq. Yo'qol bu yerdan, yaramas kishan. Tamam. Yugur bekatga. To'xta dedim. To'xta dedim. Bo'lmay. Yetib bo'lsam menga otingni o'g'irlab ketdim. Yo'q, yaramas. Yordam beringlar, yordam. Politsiyaga aytaman bu haqida. Seni yo'q qiladi yaramas. Hech qayerga qocha olmaysan. Kelyapti, yugur. 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 Ana otim bilan qayoqqacha borar ekan. Yugur. Tezroq. Men senga aytgandim, qoch. Ana shu villager seni dastingdan endi o'lib ketadi. Qoch, yo'q. Men orqamga qayra olmayman, kechir meni villager. Yo'q, otini bera olmayman unga. Yugur. Ana bu yerga kel. Men senga yetib oldim. Yo'q, yeta olmaysan. Dastingdan mana bu villager ham o'ladi. Senga qochishga imkon paydo bo'ldi. Endi qochib qol. Seni qaytib ko'rmayman degan umiddaman. Sen qamoqda chirib o'lasan, yaramas boy. Qochib qutuldim.